Assalomu alaykum, azizam. Maktublarim senga yetib bordimi? Ularni qanday qabul qilding? Maktubimni tinglarkan, ko'z yoshlaring yanoqlaringni yuvgandir hoynahoy. Bilaman, sen charchading, juda charchading. Shuning uchun bugun men senga sabr haqida yozmoqchiman. Mas'uliyat, majburiyat, kundalik bajarishing kerak bo'lgan vazifa va uy yumushlarining keti yo'q. Ham tashqarida, ham ichkarida ertayu kech yugur-yugurlar bilan bandsan. Shunda ham senga rahmat aytadiganlar kam. Aksiga olib, ko'pchilik faqat qilmagan ishlaringni gapiradi xolos. Bajarilganlarini esa e'tirof etadiganlar kam. Og'iz juftlab bir nimalarni tushuntirishga harakat qilasan-u, jumlalar bo'g'zingda qoladi. Baribir meni tushunishmaydi. Nima qilaman gapirib deb uzoq o'yga tolasan. Men buni bilaman. Senga faqat sabr qil deyman. O'zingdan boshqa hammaga vaqt ajratasan-u, ammo o'zingga kelganda o'sha vaqt negadir yetmay qoladi. Charchoqdan boshlaring garang, bo'g'zingda esa yig'i tuguni. Qani endi baqirib yig'lab olsang, ammo sen yig'lash uchun ham o'zing bo'la olmaysan. Ichkarida dahshatli bo'ron kechayotgan bo'lsa ham, tashqaridan sokin ko'rinishga majbursan. Ba'zan hammomda yuvinar ekansan, qaynoq ko'z yoshlaring yuzingdan oqayotgan suv bilan birga oqib tushadi. Men buni bilaman. Bilganim holda senga hech qanday yordam qila olmayman. Faqat sabr qil deyman. Azizam, qo'llaringdan siqib, yelkangdan quchib, boshingdan silab bu so'zlarni senga yozyapman. Bu kunlar ham o'tar ketar. Hali yaxshi kunlaring oldinda, inshaalloh. Agar bilsang, sabrning mevasidan-da totliroq meva yo'q bu jahonda. Ishon, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Hayot iziga tushadi. Turmushing iziga tushib ketadi. Ishlaring yurishib ketadi. Farzandlaring esa ko'z quvonching bo'ladi. Inshaalloh. Hozir esa Allohdan ajr savob umidida sabr qil deyman. Senga Allohning kalomidan ushbu oyatlarni eslatgan holda bugungi maktubimni ham yakunlayman. Alloh taolo Zumar surasida sen mening tarafimdan ey iymon keltirgan bandalarim, Robbingizga taqvo qiling. Bu dunyoda go'zal amal qilganlarga go'zallik bordir. Allohning yeri kengdir. Albatta sabr qiluvchilarga ajrlari hisobsiz, to'liq berilur deb ayt degan. Zumar surasi 10-oyat. Ulamolarimiz sabr qiluvchilarga ajrlari berilayotganda hisoblab o'tirmasdan ulgurji berib yuboriladi deb ta'vil qilganlar. Shunday ekan, sen ham sabr qil. Unutma, biz qalb diyoriga safar qildik. Bu safar mashaqqatli bo'lsa-da, men seni o'sha yerda kutaman.